Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'g'lonining Jallod Xinim nomli tarixiy romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anglitildi. Yo'lbosxon xir-xirg'on peti uyg'onib ketdi. Bayam ko'yganlarning tush ekanligini bilib, yengil tinib oldi. Shu topda uning qip-yalang'ich badanini qora ter bosgan edi. Shahona chidir ichini 4 tol sham kunduzdek yo'rtib o'tgan edi. Bu tushni ilgirmi 2 qatim ko'rgan edi. Bu qo'rqinchli tushdan har qatim uyg'onganda dadisini o'ltirib yetishga odam avatganligiga nihoyat pushaymon qiladi. G'oyibona holda dadisidan kechirim so'raydi. Bugun kecha Oqsuv lashkarlari qarorgohini bosqin qilmoqchi bo'lganligini esiga olib, yotgan yerdan chacharab qo'pib ketdi. Mahramini to'g'ri. Qaysing bor? Qaysing bor? Shu hamon o'jirg'i mahram yigit kirib keldi. Yo'lbosxonning qip-yalang'ich badaniga shundoqli qarab, beshini tuvan soldi. "G'usul qilma", dedi Yo'lbosxon qopqini o'tirib. Mahram yigit sirtqa chiqib ketib, ayol o'tmay yo'g'on dasni akirdi. Ondan bir suvga suv bilan bir cho'gin tayyorladi. Yo'lbosxon o'rnidan turib dasga tushdi. Yigit sovuqdan cho'ginga misnogay bilan suv bo'lib, Yo'lbosxonni istinjo qildirish uchun oldi orqasiga suv qo'ydi. Ondan Yo'lbosxonning qo'liga suv berdi. Yo'lbosxon qo'lini yuyib, eg'iz burnini chayqab bo'lgandan keyin Mahram yigit bir qo'lida Yo'lbosxonning beshiga cho'ginniki suvni qo'ygach, bir qo'lida badallarini yumshoq silab yurdi. Yo'lbosxon bo'lsa, g'usulning oyatlarini erinchaklik bilan o'qishga boshladi. "Keyindi", dedi Yo'lbosxon yepak ro'mol bilan badanni yengil surtayotgan Mahram yigitga. Mahram yigit Yo'lbosxonning avval ishtindi. Ondan yepak ko'ngligi bilan shahona to'nini kiydirdi. Putiga paypoq kiydirib, yumshoq sipcha tikilgan uytukni solib qo'ydi. "Dobulg'i savutlarim naka?" Bilqut Yo'lbosxon sallisini qo'liga olib bo'lgan Mahram yigitga. Yigit sallini qo'yib, dobulg'i savutna keldi. "Baq, Yochibiga xabar qil. Har qaysi qarorgohga sarkardilar, bargoh oldiga kelsin. To'xta. Yana toplab qo'y. Eshon pirimga xabar yetkazman deb oromini buzib qo'ymisiz?" Tun kecha bo'lgan mahal. Otlarning tuyqiga kegiz, lati yugib, avaylab dastashinicha shahar chiqamay kelayotgan Yo'lbosxonning bir tumandan ortiq lashkari Ismoilxon lashkarlarining qarorgohiga yaqinlab qolgan edi. Qarorgoh atrofiga onda-sonda mash'allar yiqilgan bo'lib, chidir bargohlar ichidan pil chiroq yo'riq ko'rinadi. Shundaqli qarmoqqa tep-tinish qarorgoh ichida lashkarlar xotirjam uxlayotgandek qiladi. Qarorgohga shab chiqamay bostirib kirib, uxlayotgan lashkarlarni rahim qilmay qirib tashlanglar, dedi Yo'lbosxon sarkardalariga buyruq berdi. O'zi bo'lsa, egizarrak bir dongning ustiga chiqib, xos nökarlarining hamrohligida ko'zitib turdi. Qarorgoh ichiga bostirib kirgan sarkarda lashkarlar chedir bargohlarga bir qadamdan yaqinlashmoqda edi. G'urg'ur chiqqan kech shamoli ularning uyqusini etib, ruhlantirib o'tgan edi. Ular chedir bargohlarning ichiga kirib, bir mul lashkarning yo'qligini ko'rib, qattiq cho'chishdi. "Abla, oldiribdimiz. Mehmonni sohibxonsiz kuchini shirisini ishlatib emasmi bu murtatlar?" deb to'g'rivatdi sarkardalar vahimaga tushgan holda. "Chekinova! Tezda chekinova!" Onungacha noma'lum qorong'ulikdan xuddi oqar yulduzlardek uchib kelgan o't atar o'qlari chedir atrofiga, qarorgoh ichiga, sho'mbi dovullarga sanjildida loppidi yongan rahimsiz o't yolqini osmonga ko'tarildi. Taraf-tarafdan yangragan cho'qon so'ran sadolari kecha osmonni titratib o'tdi. Qattiq sarosima,
vahimaga tushgan Yo'lbosxonning lashkarlari pat-paraq bo'lishib, ko'zlariga choshqon tuyishki saroy ko'ringunicha qayoqqa ketishni bilolmay bir-biriga ushadi. Putlashaq. Kiyim-kechaklarga tutashgan o'tni o'chirish uchun echinishlik dod faryod ko'tarishganicha yerda do'milishadi. Daqiqa ichida sonsizlagan o't dövisi yerda do'milashga boshladi. Bu o't dövüllerden echinishlik noli faryod angladi. Böktürmede turgan Aqsu lashkarlari to'xtamay o't atar ya o'qi atardi. Rəhimsiz o't yalqını bütkül qarargahda yamrab, Yo'lbosxon lashkarlarining qechish yo'lini yetib olgan edi. Lashkarlar aloqazodlik bilan uyan bu yonga yuguraydi. Ularning tangdin to'lisiga o't tutashgan edi. Qarargohdan qechib chiqishga ulgurgan lashkarlarga Aqsu lashkarlari ajal qilichi, ajal nayzalarini sovg'a qilishadi. Yegisiz qolgan otlar o't yalqundan o'rkib, qalaymiqon chepib, piyoda lashkarlarni dastlab yonjiydi. Egiz to'pilikda turib, ahvolning chatoqligini ko'rgan Yo'lbosxon qo'riqchi navkarlarini boshlab, Udul o'z qarorgohiga qarab tikildi. Tong suzilishga yaqin Aqsu lashkarlarining qarorgohidagi o't asta-asta o'chishga boshladi. Havoni qo'yib istikdak qoplagan bo'lib, osmonni ko'rgili bo'lmaydi. Qarorgoh ichi gohlarining bosh tarafi, gohlarining oyoq tarafi kuyib qo'qasqa, kavobga aylangan Yo'lbosxon qo'shinining lashkarlari bilan to'lib ketgan edi. Pitkil soyni kuygan go'shni, kavobning hidi bir oqan edi. Yo'lbosxonning 5000 dan ortiq lashkari mana mushunda qoldi, echinishlik kuyib o'lgan edi. Aqsu lashkarlari qarorgohni to'liq bir kun tozaladi. Yandırgı kuni saharda oyg'oqchilar Yo'lbosxonning barliq qaldi-qatdi lashkarlarini agashtirib, ostoniga qarab qochqonlik xabarini yetkazdi. Bu xabarni anglab, Ismoilxon bargohi oldida lashkariy kengash chaqirdi. "Ag'yorlarimiz ketibdi", dedi Ismoilxon so'z qilib. "Biz ularga harduq elib olishga fursat bermay, qo'g'lab surto'qay qilganimizcha Udul ostoniga yurish qilamiz. Janobiy sarkardalar darhol hozirlik ko'rishgan." Sarkarda Shir Ali Bahodir Yazak qo'shinining amirligini ustiga oladi, dedi Amirul Umra Mirza Bobobek lashkariy yurishning tartibini o'rinlashtirdi. Sarkarda Ahmadbek, sarkarda Mirza Abbos, sarkarda Namazshahlar Yazak qo'shini bilan birga oladi. Ilg'or, Parang'or, Javang'or qo'shinimi Yazak qo'shinining keyindilla yo'lga chiqdi. Shu kuni Ismoilxon Aqsuni saqlashga o'g'li Bobochoq sultonni 2000 ga yaqin lashkar bilan qoldirib, butun qo'shini bilan ostoniga qarab atlandi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Shir Ali Bahodirning Yazak qo'shini xelili tez mangan bo'lsa-mu, qochqin lashkarlarga faqatlik yetishamadi. Yo'l bo'yi uningga Yo'lbosxonning tashlab etilgan yarador lashkarlari 2-3 dan gohi 8-10 dan uchrab turdi. Eg'ir yaralanib, o'zining holdan xabar olamog'idek ahvolga tushib qolgan bu lashkarlarga Yo'lbosxon yoki biror parcha yoki ishkidek biror yutum suvni qoldirmay cho'l yo'liga rahimsizlarcha tashlab o'tgan edi. Ularning ba'zilari o'lgan, ba'zilari nimjon holatda yotadi. Shir Ali Bahodir ularga biror 2 kun yetkidek suv, yemaklik berib, badindagi jarohatlarini tongdirib qo'yib, yana yo'lni davomlashtirdi. Atse Chingchush mahallada ko'z yetkisiz cho'l yo'lida ketib qolgan Shir Ali Bahodirning Yazak qo'shiniga yana tashlab etilgan 100 ga yaqin lashkar uchirdi. Bularning ko'pinchisi Xo'ja Hidoyatulloh Ishonning hamdamchi so'pi lashkarlari edi. Quyosh cho'lni to'nurdek qizitayotgan bo'lib, usab holdan ketgan bu lashkarlar yuzlariga qo'nib olgan qashang chevirlarni qo'rishga majoli yetmay, o'lik tirikning orlig'ida yetishadi. Ularning ortidagi bir oz mag'duri bor bir necha lashkar Shir Ali Bahodirni ko'rib nola qilishdi.
Rahim qısılar keldi. Bizge birer yutun su bersene. Ulağı su veringlar, dedi Sherali Bahadır teşidiki kerek yaraq begiga qarab. Kerek yaraq begi darhol qo'l ostidagi bir qancha lashkarni yarador lashkarlarga suv berishga buyurdi. Lashkarlar shu hamon harakatga kelib, yo'g'on ko'tak harvidagi yog'ochdan suv berib, yaradorlarga ishqizdi. Bu yaradorlardan 10 nechisi allaqachon jon uzgan. Yo'losxon bu yerni qachonroq o'tdi? deb so'radi Sherali Bahodir usullikni qondirib bir oz mag'durga kelgan yarador lashkarlar. Atigan zo'r vaqti bilan bizni mushundoq tashlab qo'yib, havo isib qolguncha yo'l avut olmayman deb ketib qolgan, dedi yarador lashkarlardan biri. Biz sizlarni bilib mang'olmaymiz, dedi Sherali Bahodir. Sizlarga ozroq osh, suv va oziq-tulik beray. Alınlardan xabar ağılı 10 leşker kaldırma. Arkamızdan İsmail Xan leşkerleri keliyotidu. Sizlarni şula o'rinlashtirg'ay. Sherali Bahodir yaradorlarning holidan xabar elishda qoldirgan 10 leşkerga o'lib ketgan leşkerlarning namozini tushirib ko'mib qo'yib, ahvolni İsmail Xan yetib kelganda ma'lum qilishni topilib, qo'shinni boshlab yurib ketdi. Asr vaqti bilan bu yerga İsmail Xan boshchiligidagi asosiy qo'shin yetib keldi. İsmail Xan ma'lumotni anglab, bu 100 ga yaqin yarador lashkarni qandoq o'rinlashtirish haqida o'ylanib qoldi. Yarador lashkarlar İsmail Xonning o'zlari mushu cho'lga tashlab qo'yib ketishdan ansirab, nola qilishga boshladi. Bizga rahim shafqat qilishsizlar baglarim. Suv, oziq-tulik bo'lgan bilanmi, bu bayondan chiqib yurt ichiga borolmaymiz. Qaysi so'likka iroda qilisizlar ey bandalar? deb so'radi nimanidir xiyoldan o'tkazgan Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshon qo'limdan to'qmoq chiqqandeklar. Bularning ko'pinchisi Xo'ja Hidoyatullo Eshonning so'pi lashkarlari edi. Yo'lbosxon Hidoyatullo Eshonning talabi bo'yicha Kul Saidiya tasarrufiga davlati ishqiya farmoni tushirganligi uchun xon lashkarlari tamomiy degudek ishqiya sulkiga kirgan. Kallullarga ishqiya sulkining aqidalari o'rnab ketgan edi. Shunga ular Maxtumzoda Xo'ja Abdulla Eshonning maqsadini to'liq bilmasimi, xotirjam holda javob berdi. Albatta, saodatman ishqiya sulkiga iroda qilurmiz. Qutbul Aqtob Hidoyatullo Eshon hazratlaridir. Bu azma mo'tatlarga non, suv berish joiz emasdir, dedi Xo'ja Abdulla Eshon bir dilla chiqar. Ular bilan korimiz bo'lmasin oliylari. Lashkarlarni yurishga farmon chirgaylar. Bu ishqiyachi xarlarning topimi shu jazdagi qo'zg'olog'i yam bo'lg'ay. Xo'ja Abdulla Eshonning bu so'zlarini anglab, yarador lashkarlar olli to'g'ri silish qildi. Rahim qilishga yo'qotdilarim. Bizden yanmasa Xudodan yana. Yurtda ojizlarimiz, cho'chirdek narsidalarimiz qolgan. Shulog'imi bo'lsa, ishlari og'irsin. Undaq bo'lsa, ozma ishqiya sulkidan chiqib, saodat yo'lini ko'rsatkichi Ishoqiya sulkiga iroda qilishsa, dedi Xo'ja Abdulla Eshon ularga qamchisin shiltdi. Undaq qilmaymiz xo'jam. Biz ta'rif ilib, Qur'on tutib, Allah'ın mübarek namını tilga elib turib, lafzi qilganmiz. Pir buzurgimiz Hidoyatullo Eshon Qutbul Aqtob hazratlari hammani ko'rib, bilib turdi. Pirimizning qarg'ishiga ketsak, u olamga borganda 500 ko'rolmaymiz. Uningdan hozir o'lgunimiz afzal. İsmail Xonning bu yaradorlarni qutqizmoqchisi bo'lsa-mu, Eshon pirining so'zlarini anglab, jim turib oldi. Nebili bo'lmasin Allohning mo'min bandalari tirikjanni o'lim girdobidan qutuldirish cho'ng savobdir, deb salom qildi Amrul Umra Mirza Boboy. Bu gunohkor bandalarga shafqat saxovatlarini ayimg'aylapti. Ular hazratlarining qilgan yaxshiligini o'ylabmi bo'lsa, aqidasidan yenib, keyincha saodatman Ishoqiya sulkiga iroda qilib qolsa, ajab emas.
Ayni mudda, dedi İsmailxonmo darhol boboqning tarifini. Bu ozg'unlarning ko'nglini zulm bilan emas, yaxshilik bilan moyil qilgaymiz. Eshon pirimning shafqatini bular hamon bir kuni tushunib qoladi. Xo'ja Abdulla Eshon İsmailxonning gapini yerishga petinolmay, Mirza Boboqbekka adovat bilan olib qo'yib neri ketdi. Mirza Boboqbek yaradorlarning holdan xabar elib, Ostonaga yetkazishga 50 lashkar bilan 4 dan ot qitilgan harvini qoldirdi. "Sizlar", dedi u lashkar beshiga qarab. "Bu yarador lashkarlarni harvga silib, oldin xabar og'ash Ostonaga orqamizdan yetib beringlar. Ularni dushman ko'rib, dushmanlasanglar, xo'rlasanglar, yo'lda tashlab qo'ysanglar, osh ussiz qoldirsanglar, kallanglar bilan javob qilasizlar." Cho'ng qo'shin yana oldiga qarab ilgirlashga boshladi. Yuzlagan olyeshil tug' alamlar cho'l osmonida haybatlik lapildab, quyosh nurida rangdor jo'ralaydi. Qo'shinning so'r haybisini oshiratdi. Tömenligen lashkar va ot uloqlarning oyig'i ostidan ko'tarilgan qo'yuq chang to'zon quyoshning yuzini to'sib olgan edi. Anglayotganlar Beliqut to'ridan anglatilayotgan ovozli asarlar sahifasi. Mana bugun Ostonning muhosirga ilinganiga hafta bo'ldi. Oqsudagi jangda qattiq yengilib, lashkarlarning tangdan to'lisidan ayrilib qolgan Sulton Yo'lbosxon shu qochqanicha Udul Ostonaga kelib to'xtadi. Ostonning barliq darvoza qo'qlarini mahkam taqib, o'rda yasovullardan boshqa lashkarlarning hammasini har qaysi darvoza qo'q sifillarga o'rlashtirib, jangga chiqmay yetib oldi. Oqsudagi tunji jangda 5000 dan ortiq lashkarning Mirza Boboqbekka ergishib, İsmailxonga ali bo'lib ketganligining saviqi esida mahkam tutgan Yo'lbosxon yana shundoq osiylikning yuz berishining oldini olish uchun xon lashkarlari bilan Hidoyatullo Eshonning so'fi lashkarlarini xuddi bug'doy bilan go'rishni aralashtirgandek aralashtirib, sarkardalarga qaytadan taqsimlab bergan edi. Va lashkarlar orasiga nurg'ulg'an xufiya payloqchilarni o'rlashtirgan edi. Shu sababdan lashkarlar bir-biriga ishonmay, o'zaro gumon qilishib, birlik, inoqlik buzilyotdi. Ostonning amirlik divanida qaytadan o'tirgan Hidoyatullo Eshonmo Ostonni soqiyachi mutlardan xoli qilish uchun cho'ng tozalash elib berib, nurg'ulg'an qurollarni tutib hapsiga oldi. Shuning bilan shahar aholisining vahimasi texim kuchayib ketdi. Yo'lbosxon Oqsuga lashkar tartib uzoq o'tmay Ostonaga qarashliq O'rdamliq, Gildon va Bashkan qatorliq yurtlardagi davati ishqiya, taqibiy soqiya targ'iboti bilan borg'ansiri zulm tortayotgan bir qism yurt xalqi Xo'ja Eshonlarga qarshi qo'zg'olon ko'targan bo'lib, bu qo'zg'olonning ta'siri tezdan kengayib, Qog'iliq, Poskam, Go'ma qatorliq yurtlardagi xalqni qo'zg'algan edi. Bumi Yo'lbosxon uchun yana bir cho'ng tahdid paydo qilgan edi. Ikki o'tning orasida qolgan Yo'lbosxon texmi talvilishib ketgan edi. Kichikkina bir ish itiga yoqmasa, ko'ziga cheliqqanligi odamni o'limga buyurdi. Qo'rqib, as-hushini yo'qotgan Hidoyatullo Eshon bo'lsa, zindonlarning odamlar bilan to'lib ketgani bilan hisoblashmay, g'oljirlarcha odam tutatdi, uratdi, so'laydi. Ular yo shahar xalqiga, yo lashkarlariga, sarkarda amirlarga ishonmaydi. Shahar sirtida İsmailxonning sarkardalarining jangi undab chalgan daqu dumboqlari to'xtamay gumbirlaydi. Yo'lbosxon bilan Xo'ja Hidoyatullo Eshon inig'i kirib olgan choshqandek o'rdiga mahkam bekinib olgan edi. Bugun qo'zitush mahalda Ostona sepining qolg'at darvozasi tarafidan anglangan haybatlik bir gumbirlash butkul shaharni titrtibdi. Bu partalash sadosidan qattiq cho'chigan shahar xalqi yo uyda turishni, yo sirtqa qechib chiqishni bilolmay qetibli qolishdi. O'rda beg'idagi lolizor ravoqda sharob ichib ish pushig'ini chiqarayotgan Yo'lbosxon liqqida sharob to'ldirgan oltin qadahni og'ziga oparguncha turibli qoldi.
yov lashkarlari hozirlik bostirib keldigandek dahshatlik bir vahimadan vujudini sovuq titrak bosdi. Yuragi qepidan chiqib ketgudek bo'lib dukurladi. Usul o'ynayotgan raqqos qizda cho'r qarashqunicha bir yerga g'ujmaklashib oldi. Nag'ma qilishdan allaqachon to'xtagan sozandilar yana chalaymi, chanmaymi degandek qilib yer tegidan yo'l bosganga qo'rqimsirab qarashdi. O'rta qiziqishning davomli yejibli turadigan ko'z chiroyida ko'rkidan asarmi qolmagan edi. Nemish bo'pti? Tez berib xabar etga. Bir ozdan keyin esiga kelgan yo'lbosxon vahimani yo'shirish uchun sozandillarga sat go'layginicha til soldi. Sozandilar uzul kelgan bir paytiga nag'ma boshladi. Bir chugun choy qaynamchilik orliqda o'rda Yasovul begi Hidoyatullo Eshon bilan birga qaytib keldi. "Hech gap yo'q, xon oliylari", dedi Hidoyatullo Eshon yo'lbosxonning o'msa chiroyiga qaramaslikqa tirishib. Ol asi murtatlar yer ostidan lahmi ko'lab kelib, Sepilni portlatmoqchi bo'lgan ekan. "Ha, qandoq bo'ldi hazratlari?" dedi yo'lbosxon taqozoligini yo'shirib. "Sepil mustahkam bo'lg'achqa hech qanday zarar yetmadi. Xotirjam bo'lsizlar, xon hazratlari. Har qancha qismi ular Sepilni hargiz portlatolmaydi. Sepilning mudofiasi kuchaytirilsin. Qanchalik-mo behud qilish bo'lmaydi." dedi yo'lbosxon boyatdan beri o'zi bilan o'lpatlashib sharob ichib berayotgan Amir Kabir Xo'ja Jarrohga. Ularning Sepilni portlatishni planlaganiga qaraganda cho'qim o'ziqchilik tugab oldirib qo'yayotgan gap. Biz moshindaq jangga chiqmay jinni turib olgan bo'lsak, yana 10-15 kunda o'zligidan chekindi. Shundoq, dedi Xo'ja Jarroh. Xotirjam bo'lsizlar qiblagohim. Biz Sepilni mustahkam qo'llab, ol osiylarning bir mil lashkarini Sepilning tuyiga yaqin yo'latmaymiz. Lashkarlarga bo'lgan ko'z quloq kuchaytirilgan. Ularni soqiyachi qori musulmonlarning ozdirib ketishdan qattiq ehtiyot qilgaymiz. Xotirjam bo'lsizlar, xon oliylari, dedi Hidoyatullo Eshon va'diga. Yalg'iz lashkarlarga emas, sarkarda amirlarga ko'z quloq bo'lib, so'z harakatlarini taqiq qilib turadigan ishonchli xufiylarimiz bor. Ularning ko'zdan soqiyachi murtlarning bir tal chevini qechib qutlanmaydi. Birer yutum usuzlik ichib olamlar bizlar var, dedi xilil xotirjam bo'lgan yo'lbosxon Hidoyatullo Eshonga. Hidoyatullo Eshon takallufsizla yo'lbosxonning to'van tarafidan o'rin oldi. Qoshlashi jamdagi muzdek sharobni kali suv ichgandek pushuldab turib biraqli ichdi. Shu asnoda Lavuzar ravaqda Hidoyatullo Eshonning xalifasi Molla Naqi unsuri o'shgan holda paypaslab Bilqut xazinasi. Hidoyatullo Eshonni bir yoqqa sharatlab qo'lqiga tez-tez pichirdi. Molla Naqining gapini to'liq anglab bo'lgan Hidoyatullo Eshon darhol yo'lbosxonning qishiga keldi. Xon oliylariga ma'lum bo'lg'ay. Xufiylarimiz bayla Asi Ismoil xon bilan xat aloqa bo'lgan bir qism sotqin lashkarlarni bayqabdi. Qayada? Kimlar ekan u? so'radi yo'lbosxon cho'chib. Qalg'at darvosini qo'g'dayotgan xon lashkarlari ekan. Ularning lashkar beshi sarkarda Mirza Avrazdagmi gumonliq taqildi xo'ja. Darhol Qalg'at darvosiga boraylik, dedi yo'lbosxon g'azab bilan o'rnidan. Anglayotganlar Belqut to'ridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ostonni muhosiraga olgandan beri bir necha qitim shiddatli hujum qilib, Sepil tomlarini portlatibmi natijaga erishamagan Ismoil xon bilan Mirza Bobobayning ostonni elishga ko'zi yetmay besh qotdi. Shahar Sepili egiz ham mustahkam, mudofiasi to'liq qattiq bo'lganligi uchun bir qancha qitim hujum qilib boqqan bo'lsa-mu, Sepil ustiga o'q-dora, yog'och toshlar dövlab,
puxta mudofiyada turgan yo'l bosgan lashkarlari ularning hujumini chekindirib turdi. Ular har qitimlik hujumda birer 200 lashkarning jinini bekordan bekorga sepdi. Ammo Sepilning ustiga taqatli chiqmadi. Birdan bir chora ish teshidan moslashish, dedi Mirza Bobobek lashkariy kengashda. Bundan boshqa amalimiz yo'q. Ishkardan bizga kim moslashib berar? Dedi Ismoilxon eg'ir ufsinib. Oziq-tulik, yem-xechak tugay deb qoldi. Ko'p bo'lganda yana 10 kun bardosh bera olishimiz mumkin. Yoki muhosirni bekor qilib, Oqsuga qaytib turib, puxta tayyorlik qilib olib, ko'zchi qaytib kelamdik ya. Unda qilsak, nurg'un ajrimiz bekor ketmamdi oliylari, dedi Maxtumzada Xo'ja Abdulla Eshon ko'z oldidagi tayyor o'ldini tashlab ketkisi kelmagan yetqush hayvonga o'xshash tit bo'lib. Lashkarlarning oziq-tulik qolmagan bo'lsa, atrofdagi har qaysi yurt bayliklardan olaylik. Qani, kim bizning buyuk sulki Ishoqiya g'azotchilarimizga oziq-tulik bermaslikka petina olaydi ekan? Menga birer mingcha lashkar bersa, 3 kun ichida lashkarlarimizga yana birer oy yetkidek oziq-tulik tepkilar. Al-Rayatning kuni qoq, dedi Mirza Bobobek Eshonning maslahatiga qo'shildi. Ular Atiyazning seri salchilig'idan amdili qutulib, aron tasda yurib qo'lashdi. Etizlardagi bug'doylarning pishig'i yana birer oygacha vaqt bor. Ularga zulm selib, bir vaqtlik topsa, bir vaqtlikqa yo'q turgan ozg'ini lo'qmasini tortib olgan bo'lsak, avomni norozi qilib qo'yamiz. Har qaysi yurtlarda yo'l bosqanga qarshi qo'zg'algan avomni va ularning yo'l boshlig'uvchilarining ishonchidan ayrilib qolamiz. Bizdimi ko'ngli so'rib ketadi. Avom degan ko'rinishda to'limi sabrlik, intayin yavash ko'ringani bilan sabr qochisi to'lib qo'zg'alganda hech nima tankilanmaydi. Iskandar Zulqarnayndek qudratimiz bo'lsin beka. Shunlashqa avomni norozi qilgan ishni zinhor qilmagan tuzuk. Amsa qanday qilgan tuzuk janobi Amirul Umra? Dedi Xo'ja Abdulla Eshon terk. Qo'limizga kerayli deb qolgan ostonni tashlab ketamdiq endi. Faqat bo'lmaganda shundaqmi qilmay chora yo'q, dedi Mirza Bobobek xotirjamlikda. Bir tadbir o'ylab qo'ydi. O'limining qandoq bo'lganligiga toza ishonchim yo'q. Shundaq bo'lsa-mo, yetib qolguncha yetib qol deb bir sinab ko'raylik. Seni tezroq ustoz, dedi Malika Muhtaram xonim oldi. Hozir ostondagi ra'yatningmi, lashkarlarningmi yo'l bosqanga bo'lgan ishonchi sustlashdi. Biz ularga hozirgi vaziyatni obdan bildirib, foyda ziyinni tushuntirib, maktub tayyorlaylik. Bu maktublarni yo o'quvga yo'gab, sepil ustidagi lashkarlarga qaratib ataylik. Xatni ko'rgan sarkarda lashkarlarning orasidan biz bilan moslashadiganlar chiqib qolar. Bu bo'ldigan tadbirga, dedi Malika Muhtaram. Undaq bo'lsa, mayli, sinab ko'rib boqaylik, dedi Ismoil. Hamsa bu maktublarni Ostona Sepilning har qaysi quvuqlardagi lashkarlarga va shahardagi avomga yetkazib berishni sarkarda Malika Muhtaram xonimning o'qiyachi marganlari ustiga asol. Bosh ustiga, dedi Malika Muhtaram xonim. Xotirjam bo'lsizlar, maktublarni o'qiyachi marganlarim ko'zlagan nishonga to'liq yetkazib bera oladi. Yo'lbosxon Ostona Sepilning oltin darvozasi, Qashqar darvozasi, Xonqa darvozasi, Qalg'at darvozasi va Masxara darvozasidan iborat 5 darvozaning har biriga birdan sarkardani lashkar beshi, 2 dan sarkardani o'rin bosar qilib, 3 mingdan lashkar bilan mahkam saqlab o'tadi. Har qaysi darvozani qo'g'dayotgan sarkardalarning zimmisida qo'vuqning ikki tarafidagi sepillarni qo'g'dash doirasi bor edi. Bugun
Qalğat darvosini saqlayotgan sarkarda Mirza Avrazbekning lashkarlari sirtdan tuyuqsiz uchib kelib, Sepilning Bilqut xazinasi o'qtisiga sanjilib qolgan yo o'qini ko'rib, o'qqa yugurib, ustidan qizil sho'yi bilan chekilgan xatni ko'zi tushdi. O'qni elib, xatni o'qishga boshladi. Assalomu alaykum, ostonniki muhtaram ra'iyat, bahodir sarkarda lashkarlar. Bizlarkin Yakan Saidiya saltanatining haqiqiy taxt varisi Sultan İsmail Xon va uning bahodir sarkarda lashkarlaridan yetib ma'lum bo'lganki, buyuk xonligimizning asaddiy osisi, ot qotili, taxt o'g'risi Shahzoda Yo'lbosxon va uning so'xanchi riyokor go'pponchilarining mahshar kuni yiqilishib qoldi. Allah egam buyursa, pot yaqinda ular o'zlarining kechirgusiz gunohlari uchun avom oldida javob qiladi va tegishli jazosini tortadi. Ammo bu ishlar oddiy avom, lashkarlar va bir qism vijdonli xonligimizga sadoqatman sarkarda amirlar bilan munosabatsizdir. Shunlashqa sizlar ushbu maktubni topshirib olgandan keyin osiylarga yantayoq bo'lmay, qo'linglardagi ajal shamshiringlarni tashlab, xonligimizda tinch, osoyishlikning tezroq asliga kelish uchun biz bilan hamkorlashqaysizlar. Tövbe ko'rsatuvchilar tartib qilinib, e'tiborlanadi. Bola chaqa jaddi jamiyati xonlikning shafoatiga erishadi. Jahillik quvuvchilarning oqibati o'ziga. Sening yomon yo'ldan yenib, tezroq bir qarorga kelib, bizga javob qaytarishinglarni kutamiz. Alloh taolo sizlardan rahmatini ayamag'ay. Ismoilxon sultondan deb bilgaysizlar. Xatni o'qib, lashkarlar g'ulg'ulg'i tushdi. Shahar bo'sug'i tüyüge bastırıp kelgan kuchlik yovga tang kelinmaydiganligini bilib yetgan lashkarlar allaqachon ishonchni yo'qotgan edi. Xat ularning irodasini texmo bak tavirtib etgan edi. Ular murtatlarning xitini "Men beringlar" dedi ularning ortidagi bir so'pi lashkar. Uni darhol Qutbul Aqqa pir buzurgimiz Hidoyatulloh Ishon hazratlariga topshiramiz. Yo'q, avval sarkarda Avazbek topshiramiz, dedi bir qism lashkarlar. Xatni Ishon pirimizga topshirmaslik sarkardaning ixtiyori. Salla murtad Ishoqiyachi Tunguzlarga yonda chivatsa. Sen lashkariy yusini bilmaydi ekansan. Lashkar degan o'z sarkardasiga sadoqatman bo'lishi, lashkariy yusindan chiqib ketmasligi, lashkariy ishlarga munosabat bunday ishlardan eng avval o'z sarkardasini xabardor qilish kerak. Bulardan xatni tortib olishga ko'zi yetmagan Hidoyatulloh Ishonning so'pi paydoqchisi ahvolni darhol otamini xalifa Molla Naqiga yetkazdi. Molla Naqi bo'lsa, udul Hidoyatulloh Ishonning qishig'i yugurgan edi. Sultan Yo'lbosxon Hidoyatulloh Ishon qatorliq hamrohlarini agashtirib, o'rnidan chiqqanicha Qal'at darvozasiga yetib kelganda, sarkarda Mirza Avazbek yilqi xatni o'qib o'tirdi. "Qani, ul osiylarning maktubi", dedi Yo'lbosxon Avazbekka g'azab bilan homiy. "Xatmana oliylari", dedi sarkarda Avazbek Yo'lbosxonga xatni ikki qo'llab tutdi. Yo'lbosxon xatga chala puli ko'z yugurdi. Elaqa paydoqchi so'pi lashkarlarning so'radi. Murtatlar bilan til berib turib, xat aloqa qilishga osiy lashkarlar qaysi? Paydoqchi so'pi lashkar bir chetda qarab turgan 50 ga yaqin lashkarni ko'rsatdi. "Shular shu on hazratdir. Kelinglar. Bu munofiqlarning kallasini elib, har qaysi qo'uqlar opirib sado yiqilinglar. Xonga osiylik qiluvchilarning oqibatining qanday bo'lganligini boshqalar bir ko'rib qo'ysa. Rahim qilinglar xon oliylar", dedi sarkarda Avazbek darhol Yo'lbosxonning oldiga kelib qo'l bog'lab turib. "Lashkarlarda gunoh yo'qdir." "Ularning gunohi yo'qmikan texi?" dedi Xo'ja Hidoyatulloh Ishon tishlarini g'uchirladi. "Ular gunohsiz bo'lsa, nemishga xatni yo'shirmoqchi bo'ladi?" "Ular yo'shirgan emas, Ishon pirim", dedi Mirza Avazbek ochiqdan gadini chiqarib. "Xatni avval menga topshirib bermoqchi bo'lgan. Har qanday ahvol ko'rilsa, eng avval o'z sarkardasiga ma'lum qilish
aqalli lashkari yo'sindir. Sizlar lashkari yo'sinni pesh qilib, to'la gap yo'qlatmisizlar, dedi Hidoyatullo ishonch chaqirib. Her halda janoblarining o'l osiylar bilan tillari bir emasdir. Sarkarda Avazbek o'g'il qilmag'aylar ishontirib, birovga tuhmat qilish islomiy shariatda eng og'ir gunohdir. Undaqda bu xatni qanday tushundirsiz, Sarkarda? dedi Yo'lbosxon ko'zlarini chaqchaydi. Xatni muborak nazarlardan qayta o'tkazgaylar xon oliylari. Bu xat qandoqdir birovlarning shaxsiy nomiga yozilmagan. Tenib olmoqchimisiz, Sarkarda? dedi Yo'lbosxon tishlarini kirishtirib. Qo'l ostingizdagi lashkarlarga yaxshi ko'z quloq bo'lmaganligingiz uchun sizmi jazodan qechib qutulamaysiz. Kelinglar! dedi Yo'lbosxon agashtirib kelgan 500 nafar xos yasovliga qarab. Avu osiylarning kallasini tenizin judo qilinglar. Sarkarda Avazbek lashkarlarga ko'z quloq bo'lib, yaxshi boshqarmaganligi uchun 50 ta urilsin. Bu Talvi xonga yelinishning hech qanday önemi bo'lmaydiganligini sezgan Sarkarda Avazbek lavlarini mahkam tishlagunicha ko'zlarini yumib oldi. Yasovullo lashkarlarning bizga o'g'il bo'ldi. Xon oliylari rahim qilsa deb noli faryod qilishlariga parvomi qilmasdan naq maydonda tizlandirib qallasini oldi. Sarkarda Avazbekning ko'zlaridan qaramlab tushgan yosh yarishimda qo'yilgan qop-qora soqollarini yuvdi. Yasovullo 50 ga yaqin begunoh lashkarlarning kallasini elib bo'lgandan keyin Sarkarda Avazbekni sanab turib darriga bosdi. Avazbek dumbisiga taraslab tushayotgan darri azobiga bardoshlik berib, varqirab tashlamaslik uchun lavlarini tishlab qonatib olgan edi. 16-darri urilayotganda ahvoldan xabar tepib otliq yetib kelgan Oltin darvosini muhofazat qiluvchi lashkarlarning sarkardasi Mirza Haydar Davlati otdan sakrab tushdi. Sulton Yo'lbosxonning oldiga kelib qo'l bog'ladi. Sarkarda Avazbekni afu qilg'aylar oliylari. Yo'lbosxon qopig'ini turib, ta'tir qarab turibdi. Sarkarda Mirza Haydar Davlati xondan yana o'sindi. Yovuz lashkarlari bo'shug'imiz to'yida turibdi. Mushunda xatarli paytda xon oliylari Sarkarda lashkarlarning gunohini kang qo'rsoqlik bilan kechirim qilib, mehr shafqatlarini namoyon qilsalar. Sarkarda lashkarlarning jasoirati hasfilab esib, oliylarining cheksiz mehr shafqatidan suyungan bo'ladi. Navoda anchikim gunoh uchun Sarkarda lashkarlarning diliga azor berilsa, ularning ko'ngli suvib ketadi. Yov bilan elishishga ro'y bo'lmaydi. Yov bilan elishgan taqdirdami xon oliylari uchun bahodirlik ko'rsatilmaydi. Hozir do'stlarning dilini ranjitadigan emas, balki ag'iyodlarimizga zarba beradigan payt. Xon oliylari arzimas sarkardalarning iltimosini o'ylashib ko'rgaylar. Mirza Haydar Davlatining o'rinliq so'zlari Yo'lbosxonga ta'sirini ko'rsatdi. Sarkarda Mirza Avazbekning dumbisiga 28-darri tushayotganda zuvonga keldi. Bo'pti. Sarkarda Mirza Haydar Davlatining yuzini qilay. Jazo to'xtatsin. Buningdan keyin yana shunday ishlar yuz bersa, qat'iy yuz xotir qilmayman. Qo'q sifillarning muhofazati kuchaytirilsin. Bexaslik qovchilarning kallasi silindi. Yo'lbosxon yepini tugitibla hamrohlarini boshlab Qalg'ot darvosidan ayrildi. Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'g'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Yosinjon Sodiq Cho'lonining Jallod Xinim nomli tarixiy romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning sotib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilaman. Xazinesi Uyg'ur xalqining urf-odat, nashr shaxs ibodat, maqol tamsil, cho'chak, rivoyat qatorliq Uyg'ur madaniyat xazinasidagi bebaho go'rlar.
karton ilipe, kanun nizam, işaret dili, ten terbiye, fizika, kimya qatarlıq 600'den artıq resmi sahədəki Uyğurca, Xənzurca, İngilizce 3 xil til, 6 milyondan artıq söz, avaz hem sürət bir gəvləşdirilgən kompüter yumşaq detalı. Bilmegənni bil putun bil, bil put xəzinesi.